To'xtang. Bu video sizning yoki yaqinlaringizning hayotini saqlab qolishi mumkin bir kun. Men jiddiy aytyapman. Infarkt. Bu hamma eshitsa qo'rqadigan so'z. Ha, bu qo'rqinchli kasallik. Chunki bulan kasallik bilan insonning hayotini ham tugatishi mumkin. Agar ushbu kasallikning birinchi belgilari bo'ladigan bo'lsa, sizning yoki yaqinlaringizning hayotini 30 daqiqada hal qilishi mumkin. Shu 30 daqiqalar ichida nimalar qilish kerakligini bilasizmi? Agar bilmasangiz, men sizga buni o'rgataman va klinik belgilarini aytaman. O'zbekistonda yurak-qon tomiri kasalliklari bilan o'lim ko'rsatkichi birinchi o'rinda turadi. To'g'ri eshitdingiz, birinchi o'rinda turadi. Infarkt kasalligi qolgan kasalliklarga nisbatan tez va o'tkir kechuvchi kasalliklar hisoblanadi. Hech bir kasallikda to'satdan kelgan o'lim kuzatilmasligi mumkin, lekin infarkt kasalligida to'satdan o'lim kuzatiladi. Ba'zan bu infarkt kasalligi har xil turda og'riqlar bilan kechadi. Ko'pchilik atipik formasida kechganda ko'p qimmatli vaqtini yo'qotib qo'yadi. Yelkada og'riqlar, qorinda og'riqlar kuzatilganda boshqa shifokorlarga murojaat qilishimizga to'g'ri kelib qoladi. Bu esa qimmatli bo'lgan vaqtimizni yo'qotishga sabab bo'ladi. Demak, infarktning asosiy belgilarini ko'rib chiqamiz siz bilan. Birinchi belgisi bu ko'krak sohada, yelkada, yuqori jag'da, bo'yinda, orqa kuraklarda kuzatiluvchi achishuvchi, kuyishuvchi og'riq. Bu og'riqlar har doimgi bo'ladigan og'riqlarga nisbatan farq qiladi. Bu og'riq boshlanganda birinchi o'rinda insonda o'lim hissi paydo bo'ladi. Qolgan hech bir kasallikda yoki og'riqda insonda o'lim hissi paydo bo'lmaydi. Aynan infarktda sizda o'lim hissi paydo bo'lishi mumkin. Nega aynan shunaqa og'riq kuzatiladi? Sababi qon tomirining ichida turgan ateroskleroz yoki qon tomirining ichidagi o'sha aterosklerozning yorilishi natijasida kelib chiqqan okklyuziya, ya'ni tomirning to'liq bekilishi natijasida yurakning o'zini qon bilan ta'minlovchi tomirlar qon yaxshi aylantira olmagandan keyin yurakning o'sha qismida og'riq kuzatilib boshlaydi. Bu og'riqlar esa irradiatsiya deydi, ya'ni bizning tilimizda boshqa joylarga ham og'riq tarqab boshlaydi. Shuning hisobiga biz ko'krak sohadan tashqari boshqa joylarda ham og'riq sezamiz. Lekin bu kasallik ba'zi bir odamlarda og'riqsiz ham kechadi. Kimlarda? Qandli diabeti bor bemorlarda, yosh kattalarda, oldin ham infarkt o'tkazgan bemorlarda asimptomli, ya'ni og'riqsiz kechish belgilari kuzatiladi. Men sizga boshqa klinik belgilarini ham aytaman. Ikkinchi belgi nafas siqishi, hansirash, havo yetishmasligi, betoqatlik. Ko'pincha infarkt bo'lgandan keyin yurakning qisqaruvchanligi, ya'ni fraksiya vibris deydi, qon otib berish hajmi tushib ketgani hisobiga qon dimlanishi kuzatiladi va shuning hisobiga jismoniy yuklama vaqtida kimlardadir o'tirgan holatda ham, tinch holatda ham hansirash, nafas siqish kuzatiladi. Bu bilan birga, ya'ni o'pka yurak yetishmovchiligining shakllanishini kuchaytiradi. Uchinchi muhim belgilardan bittasi bu muzday ter bosish. Buni oddiy ter bosishdan farqlash kerak. Bunaqa ter bosganda insonda bo'yin, bosh, yuz sohalarida katta-katta terlar chiqadi. Inson o'zi oddiy holatda terlaganda issiq havo natijasida terlanadi, lekin bunda bemorda havo yetishmasligi natijasida shunaqa terlash bosib kuzatiladi. Hozir yuqorida sanab o'tgan 3 ta belgim infarktning asosiy 3 ta belgisi hisoblanadi. Ushbu belgilar kuzatilganda men sizga qanaqa tibbiy yordam ko'rsatish kerakligi haqida ma'lumot beraman. Birinchi o'rinda bemorning jismoniy harakatini chegaralash kerak. Ya'ni agar yurayotgan bo'lsa, betoqatlik kuzatilib qanaqadir harakatlar bo'lsa, ushbu harakatlarni chegaralashimiz kerak. Ikkinchisi, bemorning havo yaxshi aylanadigan salqin joyda ushlang. Nega? Sababi bemorning o'zida shunday ham havo yetishmovchiligi kuzatilganda uni issiq yoki havo yetmaydigan joyda saqlaydigan bo'lsa, 2 barobar biz nafas yetishmovchiligini kuchaytiramiz. Uchinchisi, sizda agar qon surtuvchi tarkibga ega bo'lgan dori vositasi bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda aspirin guruhiga kiruvchi dori vositalaridan bering. Bemorda ma'lum bir darajada qonning suyulishiga yordam beradi. To'rtinchisi, bemorning boshini yuqoriga ko'targan holatda yotqizib qo'ying. Keyingisi, tez tibbiy yordam chaqiring. Chaqirganda ham agar ushbu simptomlarda haqiqatan ham to'g'riligini bilsangiz, baholay olsangiz, reanimobil chaqiring. Guruhda reanimatolog va ushbu tez tibbiy yordamda barcha jihozlarga ega bo'ladi va bemorning tashxisini yana ham to'g'ri baholashga yordam beradigan dori vositalari, tekshiruv usullari mavjud. Bizning yurak markazi klinikamizda o'tkir miokard infarkti kuzatilgan bemorlarga ham tez tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyati mavjud. Barcha tekshiruvlarni qilishimizni zamonaviy standartlar asosida bajara olamiz. Bundan tashqari bu yerda murakkab turdagi yurak operatsiyalari ham amalga oshiriladi. Sizda yoki yaqinlaringizda shu kabi muammolar kuzatiladigan bo'lsa, bizning jamoamizga ishonishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin.